o'zgarish natijasida bug'doy hosildorligiga ham o'zining salbiy ta'sirlarini ko'rsatmoqda. Buning uchun biz shu Amerikadan olib keltirilgan ko'p yillik bug'doyning nav va tizmalarini o'rganmoqdamiz. Biz bilamizki, ko'p yillik bug'doy bu qurg'oqchilikka, issiqlikka va kasalliklarga chidamli hisoblanadi. Hozirgi paytda mana shu Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutining dala tajriba maydonida turibmiz. Ayni paytda ko'p yillik bug'doyimiz to'liq naychalash fazasiga o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Mana hozir dala tajriba maydonimizda ko'p yillik bug'doy to'liq naychalash fazasiga o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'p yillik bug'doy bu fermerlar uchun nafaqat don uchun, balki esa yem-xashak, ko'k massa sifatida ham foydalanishlari mumkin. Mana hozir dala tajriba maydonimizda ko'p yillik bug'doyning 34 ta nav va tizmalari o'rganib kelinmoqda. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad shu iqlim o'zgarishiga moslashgan, qurg'oqchilikka, issiqlikka chidamli bo'lgan boshlang'ich manba va navlarni yaratishdan iborat bo'ladi. Ya'ni qishloq xo'jaligi joriy etishdan iborat.